Keling-da, keling. Qarang, dehqonlar hech qachon hech kimga aytmaydigan sirni aytaman. Qarang, tarvuzni olib mana bunaqa birjinasi bo'ladi. Shunaqa yashil bo'lsa, bu hali tarvuz xom degani. Lekin mana bu tarvuzni qarang, mana o'sha birjinasi. Olyapsizmi, ko'ryapsizmi? Bu qurigan, mana shu qurigan bo'lsa, tarvuz pishgan bo'ladi. Qarang, yaxshilab e'tibor bering. Pirjinasi deyapman, palagi emas. Mana shu pirjinachasi bo'ladi. O'sha qurib qolgan bo'lsa, tarvuz pishgan bo'ladi. Endi men sizga qanday qilib mazali tarvuz tanlashni o'rgataman. Tarvuzni shu yerda dog'i bo'ladi. Ayrimlarda oq bo'ladi, ayrimlarda sariq bo'ladi. Qarang, bu sarg'amtir. Mana shunaqa sarg'amtir holatda bo'lsa, bu tarvuz mazali bo'ladi. Buni qo'rqmasdan uzaveramiz. Xo'p, mana pirjinasi qurigan, demak pishgan. Bismillah. Endi qarang. Mana bu yerdagi qashqaga alohida e'tibor bering. Bu joyda qashqa bo'lsa, bu tarvuzni yana ham mazali ekanini anglatadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, hoziroq saqlab qo'ying va tanishlarga ulashib qo'ying. Bismillah.